Srochniy narxlarda juda ham shokolad kvartiramizni sotuvga chiqdi, hurmatli obunachilar. Sergeli 8-hududda turibmiz. 7 tashkali g'ishtli novostroykani 7-etaji plus mansardasi bilan вообще shokolad kvartira olish kerak, mazza qilib yashash kerak degan kvartiralarimizdan. Bu yog'imizda podyezddan kirib kelaverish eshigimiz. Xo'p, kirib kelavurishda bizani prixojniy mebelimiz kutib oladi. Ushbu prixojniy mebelimiz qoladi. Kvartiramizdan xo'p ba'zi bir texnikalar mebellari chiqib ketadi. Hozir nimalar qolishi, nimalar chiqib ketilishi aytib o'tiladi. Koridor qismimiz 68 metr kvadratli 3 xonali razdelka kvartiramiz. Xo'p, bizani birinchi kirib kelaverishda o'ng qo'limizda mehmonxonamiz kutib oladi. Mehmonxonamiz pustoy holatda sotiladi, hamma narsasi olib chiqib ketiladi, pardalari qoladi. Mana shunaqa holatda o'zingizlar yana mebel texnika qilib olsanglar bo'ladi. Shinam remonti toza turibdi. Xo'p, yaxshi odamlar yashayotgan uy xarid qilib olib, mana shu Fayzli xonadonda mazza qilib yashashinglar mumkin. Mehmonxonani ko'rib o'tdik, endi detskini ko'rib o'tamiz. Xo'p, detskida konditsioner qoladi, mana bu mebellari qoladi, televizor xo'p olib chiqib ketiladi. Radiatorlarni ham kattalardan qo'yib qo'yilgan, konditsioneri bor aytib o'tganimizdek. Xo'p, detskida balkon bor. Balkonning o'zi ham katta. Bu yerda qushlar uchun mana bunaqa inlari ham qilib qo'yilgan, bular ham qoladi. Balkoni kattagina, bemalol balkondan ham foydalansanglar bo'ladi. Shunaqa shinam xonadonimizni Xudo xohlasa sotuvda, hurmatli yurtdoshlarimiz. Endi spalnini ko'rib o'tamiz. Spalnining kattaligi ham juda ham zo'r. Bu yerda spalni, shkaf, hamma narsalar ketadi. Jalyuzi pardasi, xo'p, mana bu tumbalari, pardalari qoladi Xudo xohlasa. Spalni qismimizni ham ko'rib o'tdik. Faqatgina ba'zi bir mebellarni olib, texnikalarni olib shunday kirib yashashlik kvartira. Bu yog'imizda oshxona qismi. Xo'p, oshxonamizda kuxonniy mebellarimiz, gaz plitasi, vichkasi narsalari qoladi Xudo xohlasa. Duh konturniy kotyolari ham yaqinda ustanovka qilingan, eng zo'rlardan qo'yib qo'yilgan. Yaxshi filtrlar $1600 pul ketdi deyapti. Yangilashimga shunaqa zo'rlardan qilib qo'yilgan. Bu narsalarimiz chiqib ketadi. Shunaqa 68 kvadratli 3 xonali xonadonimiz Xudo xohlasa srochniy narxlarda sotuvda, hurmatli yurtdoshlarimiz. Bu yog'imizda sanuzelimiz joylashgan. Sanuzelimiz ham polniy remontdan chiqqan. Xo'p, bu yog'imizda endi Xudo xohlasa hojatxonamiz. Hojatxona ham kafeldan chiqqan. Keyingina o'zining rakvinalari bor, radiatori ham bor. Hurmatli yurtdoshlarimiz, Sergeli 8-hudud, shunday katta yo'lli yuzda joylashgan domimiz. 7 tashkali novostroykani 7-etaji g'ishtli dom, mansardasi ham bor. Mansardasini polniy yopib olsanglar bo'ladi. Katta mansardasi bor. Kvartirani olishlik, lekin pulinglar yetsa shunday naqdga olishlik kvartira deb aytib o'taman. Hurmatli obunachilar, ushbu kvartiramizga egalari tomonidan $62,000 narx qo'yilgan. Srochniy sotishlari kerak. Pulga telefon qilinglar, barakasini qilinglar. Bunaqa kvartiralarimiz ko'p turmaydi. Pul srochniga naqd pulga $62,000 barakasini qiladi. Xohlasanglar mana mebel texnikasini ham qoldirishga harakat qilib ko'rishinglar mumkin. Atak mana shu aytib o'tgan narsalarim qoladi, qolganlari chiqib ketadi. Shu narx $62,000. Telefon qilinglar, barakasini qilinglar. Srochniy sotilishi kerak. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar, layklarni bosib qo'yinglar. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.